ruhiy tahdid bolalarimizga ruhoniyatiga juda katta har tarafdan hujum bo'lyaptiki, ruhoniyatni ozuqasi ibodat, duo, zikr, yaxshilik qilish bilan bo'ladi. Boshqalarni o'zidan ustunroq ko'rib, ularning manfaatini oldinga chiqarish, o'zini menini orqaga olish bilan bo'ladi. Biz ko'p aytgan bu gapni o'quv markazimizda 15 mingga yaqin boladan intervyu olganmiz. Savolnomani to'ldirishadi. Shunda oilangizda qaysi holatdan ko'nglingiz to'lmaydi degan savol bor. 12 mingta bola, 80% bola bir xil javob bergan. Ya'ni ota-onam menga vaqt ajratmaydi, meni eshitmaydi degan. Hani eskini eplanchi esin ketadi degan gap bor. Ya'ni ota-onalar bor o'zgartiramiz desak qiyomat boshlanadi. Bundan ko'ra bolani o'zgartiraylik deb turib, bolalarga biz shunday bir instrument joriy qildik. Ya'ni bugundan boshlab ota-onangiz agar siz eshitmasa, sizga mehr bermasa, siz berasiz va albatta u tirik jon bo'lsa qaytadi. Ya'ni bolalarimiz o'quv markazimizda o'qitganlar bor, bolalarini bu yoqda o'qitayotganlar bor. Biladiki, birinchi kundan ota-onangizni har kuni ko'rishganda qo'llarini o'pib, ko'zingizga surib ko'rishasiz, quchoqlab, ko'zga qarab, dadajon sizni yaxshi ko'raman, yaxshimisiz borsiz deb aytasiz har kuni. Va kun davomida 10 ta yaxshilik qilasiz. Oyoq kiyim tozalab qo'yishingiz mumkin, kiyimni suklab berishingiz mumkin, moshinasini yuvib qo'yishingiz mumkin, charchab kiyim massaj qo'yishingiz mumkin. Va ho'kazga ketadi shunaqasiga. Va bu qanday ta'sir qildi desa, juda ham bolalarning o'qishi va tarbiyasiga o'ta katta ta'sir qildi. Ya'ni ota-onadan ham ayni mehrni ko'rgan bolalar endi ruhiy quvvati oshib, aql zakovati va hayotda intilishi ham aniq bir maqsad qo'ygan orqasidan quvishi ham tezlashib ketdi. Ota-onalardan olingan mehr bilan oilada o'zini o'rnini borligini his qilgan bola endi birovlarning e'tiboriga zor bo'lmaydi hech Mana jinoyatchilikka moyil avlod, zenda avlod bo'lmasa, qizil toifadagi bolalar deymiz. Qayerga kelib chiqyapti? Nima uchun ular turib masalan ustozni uradi yoki ko'chada ketadigan yosh katta odamni sakrab tepadi? Nima uchun o'g'irlik qiladi? Nimaga ekstremal qilinglar qiladi? Qanchasi qilinib o'lib ketdi? Nimaga? Chunki oilasi mehr ko'rmagan. O'rni yo'qligidan endi boshqalardan e'tibor jalb qilmoqchi bo'lib turib, har xil yoshiga yarashmagan qilinglar qilmoqchi edi. Har xil jamiyat nostandart qabul qilgan narsalar qilinglar qilib boshlaydi. Bir qizlarga o'xshab o'ynaydigan bolalar chiqib qoladi Instagram va TikToklarda. Shularning ota-onasi bordir, shularning akasi bordir deb o'ylab qolasiz. Bor, lekin e'tibor ko'rmagan o'shalar. Tushunyapsizmi? Lekin qolganlar ja e'tibor ko'rvormagan-ku, masalan bizga ro'si dadalarimiz tirtar katta qilmagan-ku. Har qanaqasi yopmoqchi bo'ladi, lekin ular hech qachon shu javobini bera olmas ekan. Lekin har bir yerda kattalar mas'ul bo'ladi shu narsaga. Biz ularga imkon qadar ruhoniyatiga foydali bo'ladigan instrumentlarni berib yoki keyslarni berib, biz hayot unchalik bir oson narsa emasligini his qildirishimiz kerak. Z avlodning alfa avlod kam harakat, kam xarajat qilib, imkon bo'lsa qilmasdan tez natijaga erishish xohlaydi. Juda tez ashib ketgan bulardan. Ko'pchiligimiz so'zim oxirida bir odam keysi bilan tugataman. Ota-onamiz qadrini qachon anglaymiz? Ota-onani qadrini ko'pincha ota-ona bo'lgandan keyin va ota-onani yo'qotgandan keyin anglaydi ko'pchilik. Menga afsus bo'lsin kim. Alloh rahmatiga olsin. Kamol osh markaziga rahbari Sa'dullo akamiz o'tib ketdilar. Alloh rahmatiga olsin. Juda yaxshi inson edi. Bolalarimiz o'qidi. Bir kuni so'radim. Qalay endi? O'zgarishlar bormi desam, ha bor. Nima yangi desam, bir kun sizlarda haligi muzokara va san'at bor edi darsda. Shundan keyin amaliyotga deydi, Chorsuga bordi bolalar deydi. Xo'p, koordinator 2 soat vaqt kirib pul topib chiqasizlar. O'g'irlamaysizlar, tilanchilik qilmaysizlar, birovga yalinmaysizlar, ishlab halol pul topib chiqasizlar. Hamma tarqab ketgan, bular kuzatib turgan. Bolam deydi unga borgan. Hozir Z avlod shu bitirishimga hamma menga haligi ish taklif qilsa kerak deb o'ylaydi. Hayot u besh ovqatligini ko'pchilik yo'q deyish mumkinligini bilmaydi ham. Bechora unga borgan yosh bola kimga kerak? Bor yo'qolgan unga borgan hamma arkaz qilib bechora rosa singan deydi. Oxiri bitta yosh katta onaxon bolam keldi debdi. Korobkalar tahlil rosa ishlab tahlab. Endi uzum sotasin. 2 soat uzum sotib 10 ming so'm ishlatdi. Xo'p, haligi onaxon yomon shu stri ekan, pul bermabdi, 1 kilo uzum berib yubordi dedi. Kechqurun uyga kelsam dedim, bolam yugurib kelib quchoqlab ko'rishyapti men bilan dedi. Tadajon, o'tirdim dedi. Keyin vazaga
o'zimiz olib keldik deydi. Olib keldi, yuvib olib kelyapti. O'zimni oling deydi. Xo'p, oling. Oldi. Shirin ekan deydi. Ha shu oddiy o'zimda. Buni hidini qarang. Shirinligiga qarang deydi. Keyin ukasi kelib qoldi deydi. Ne olib turib yeb, shu o'zimni tashlab yubordi. Nimaga tashlaysan deb olib turib ko'zlariga surib qo'yib qo'yapti deydi. Men dedim, necha kilo, 100 kilo tonnalab o'zim olib kelganman, qaramagan deydi. Zoya musorga tashlab yuborgan deydi. Salgariga qolsa. O'zini qarang, mehnatiga ozgina narsa shuni qadrlayapti. Va o'sha voqeadan keyin dada menga falon narsani olib bering, dada menga falon narsani olib bering deb turib, menga katta xarajat aytmaydigan bo'lib qoldi. Bir boshqacha bo'lib qoldi, men tushunadigan deyapti. O'shaning uchun bu avlodga biz ozgina hafsala qilsak, mana shunaqa oddiy elementar instrumentlar bilan bir pasda ulg'aytirib qo'yishimiz mumkin ekan. Mana shu oddiy kimdir gapi yo kimdir o'sha bir foydali videosini ko'rib turib o'zi hayotida bir tub bo'lish yasash mumkin ekan. Men umuman bugun so'zim boshida aytgan gapni yana qaytarib yakunlamoqchiman. Xulosa o'laroq yovuzlarning g'alabasi ularning kuchliligidan emas, balki yaxshilarning dangasaligidandir. Aziz yaxshilar, hech qachon dangasalik qilmaylik. Yaxshilik va taqvo yo'lida birlashaylik. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Bizni davradagimiz aka ustoz oxirini o'z beraverasiz kimga? Men orqaga ketdim, kechasi uxlamagan uxlayman deb ketib bordi shekilli. Xullas, aziz ustozlar, bugun maktabimiz ochilishini allaqachon o'tkazib yuborganmiz. Qancha bo'ldi, bir oydan beri o'qiyapti. Lekin ko'pchilik kelolmagandi, o'sha kelolmaganlarni bir diydorlashaylik deb biz bitta ehson osh qarz edi, o'sha osh qilib duoyi xayrlaymiz. Umidvor o'ylaroq bugun chaqirganmiz. Kimdir o'sha maktabni prezentatsiyasini kutib kelgandir, kimdir umuman ta'lim haqida ko'p narsa gapiriladi deb kelgandir. Yo'q, ta'lim faqatgina dars berish bilan bo'lmayapti hozir. Instagramda Sarvar akamda yo bo'lsa Badrin akamda bitta dona foydali narsani qo'yishiga o'zi ayni ta'lim bo'lib turibdi hozir. Chunki bolalarimiz 3-4 soat maktabda bo'lsa, 7 soat telefonda o'tiribdi. Siz bir video qilgansiz, bankaga har xil narsalar sol oshqozon, meni oshqozonim o'shaniki rahim kelgan. Aralashtirib yemaydigan bo'lganman, tushunyapsizmi? Ya'ni siz qo'yayotgan videolaringiz, qilayotgan kontentlaringiz qanchalik ahamiyatli odamlarning hayotini tubdan o'zgartirib yuborayotganini his qiling deb turib, va mana shu yo'lda dangasalik qilmaylik, to'xtamaylik. Odamlar shuncha hayrat qilayotganda biz nimaga birlashmasimiz kerak degan mavzunda umumiy bir muammoni messenjerlar o'rtaga tashlab, yechimlarni endi siz azizlardan bir qidirgan odam bo'lamiz.